Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men hozir sizlarga bu videoda rasm va Wordni qanday qilib PDF ga o'zgartirishni, aylantirishni va ularni qo'shib bitta fayl qilishni tushuntirib beraman. Buning uchun biz Google ni ochib olamiz va qidiruv oynasiga PDF deb yozishimiz kerak bo'ladi. PDF. Bu yerda bizga har xil saytlar chiqib keladi. Ko'pincha I love PDF o'sha saytda men rasm va Wordlarni PDF ga aylantirib olaman. Qo'shish uchun esa mana bu ikkinchi saytdan foydalanaman. Saytga kiramiz. Saytga kirgandan so'ng tepa qismida mana biz uchun tanlovlar bor. Bu yerda rasm, Word hammasi yoki PDF da rasmga aylantirish mumkin. Bemalol o'zimizga kerakli bo'lgan formatni tanlashimiz mumkin. Hozir biz birinchi rasmni PDF ga aylantiramiz, tanlaymiz va rasmni yuklash kerak. Rasmni tanlab oldik. Konvertirovat PDF ni bosishimiz kerak. Va bu yerda rasmni biz tayyor PDF holda yuklab olishimiz mumkin. Rasm yuklandi PDF holda. Buni ochib ko'rishimiz mumkin va saqlantirib olamiz. Tak. Saqlanib qildik. Ana endi bizga nazarni bosamiz, orqaga o'tamiz va Wordni PDF ga aylantirishni tanlaymiz bu yerda. Endi Word faylni tanlab olishimiz kerak. O'tkazamiz va yana konvertirovat PDF ni bosamiz. Bu yerda yana yuklab olishni bosamiz. Bu yerda yuklab olingandan keyin buni ham saqlab olishimiz mumkin. Saqlaymiz. Ana endi bo'lsa yangi oyna ochamiz va yana PDF deb yozamiz. Bu yerda ikkinchi saytdan foydalanaman. Bu yerga PDF ni olib kelib qo'yishimiz mumkin. Bu birinchi rasm edi. Rasmni ochamiz va bu yerga yana tanlash mumkin, qo'shish mumkin. Mana qo'shish, buni ustiga bossak, endi Word qilgan PDFimizni qo'shamiz, ochamiz. Ikkita xohlagancha qo'shish mumkin. Finish tugmasini bosamiz va bu yerda bizga birinchi qanday holatda ekanligi chiqib keladi va yuklab olish tugmasini bosamiz. Yuklab olganimizdan so'ng yana tekshirishimiz mumkin. Mana qo'shildi. Bu birinchidagi rasm edi, ikkinchidagisi Word edi. Buni ham saqlab olamiz. Shunday qilib siz rasmni va Wordni PDF ga aylantirib ikkalasini qo'shib olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.